Voy qizlarjonlar, mana mahsulotni ko'zlaring bilan ko'ringlar deb spesialno videoga olib jo'natishga qaror qildim. Bu mahsulotdan faqat men emas, sizlar ham foydalanib uni foydaliligini ko'ringlar deb sizlar bilan bo'lishgim keldi. Qaranglar, men birinchi buni qo'yar ekanman, toner. Bu ham shunaqangi yuzimga yoqdi lekin. После этого bundan keyin ko'z uchun krem. Men ishlatmasdim bunaqa. Ko'zim tagiga ham hech narsa qo'ymasdim. O'zi tabiiy mahsulotlardan qilib yurardim, lekin o'sha yoshim o'tgan sari o'zim yaxshi ko'rib, o'zimga e'tibor berishni juda ham xohlayapman. Ko'zga krem, keyin uchinchisi bu Essence. Buni surtadim. Undan keyin losyon, bu suyuqroq ekan. Ko'z ostidagi krem. Bu ham quyuq, ozginasi shunaqangi ancha yillar. Men buni ancha yilgacha ishlatishim bemalol mumkin ekan. Bunisi Essence uchinchisi. Bu ham sal уже quyuqlashib ketyapti. Bu losyon тоже quyuq. Питательный krem. Bu ham shunaqangi ajoyib hidlari ham shirin ekan. Menga juda yoqdi.